Har yili bizda mana shu katta an'anaga aylangan Hazrat Navoiyning tavallud kunlarini nishonlash. Bundan keyin Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarining tavallud kunlari nishonlanadi. Bu yil eng katta, yana ham katta yutug'imizki, mana bugungina biz farmon o'qidik, prezidentimizning farmonini, Amir Temur bobomiz tavalludining 690 yilligi bu yil respublikamizda keng nishonlanadi. Bugun mana biz davramizga Qashqadaryoning eng ko'zga ko'ringan Navoiyshunos olimlarini taklif qildik. Bu tadbirimiz bevosita Qashqadaryo viloyat hokimligi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'limi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat viloyat bo'limi hamkorligida tashkil etildi. Chunki Navoiy bobomiz chuqur ummonki, u ummon tubiga hech kim hali tusha olgani yo'q. Navoiydek darbadarman men ham junun sahrosida, ko'zimda yosh, dil kadarman bu dahridun sarosida. Hamma sig'di bu dunyoga, bitta men lomakon axir, aldandimmi yo ro'yoga, tutdilar may zaqqum taxir. Elim ichra devonaman, majnun atarlar ismimni, ishda yolg'iz giryonaman, eshitdim bu juldir jismimni. Bisyor g'arib u notavon, ohi arshni tebratar, bechoradir ruhim ravon, bir ursam unga yetar. Navoiydek darbadarman men ham junun sahrosida. Assalomu alaykum azizlar. Alisher Navoiy kim edi deyilsa, albatta bizda juda ko'p ta'rif tavsiflardan bahramand bo'lgan o'rinlarimiz bor. Ular Alisher Navoiy yashagan davrlardanoq hozirgacha kelayotgan juda katta baholar. Bularni bugun eslashamiz. Alisher Navoiy nima uchun Alisher Navoiy bo'lib tarixda qoldi? Uning buyuk xizmatlari nimalardan iborat edi? Mana bular haqida ham gaplashamiz. Alisher Navoiy qaysi sohalarda qalam tebratdi, u qaysi sohalarga homiylik qildi, uni insonlik pozitsiyasi qanday edi, vatanparvarlik pozitsiyasi qanday edi? Bularning hammasi haqida bugun fikrlashamiz. Qolaversa, biz Alisher Navoiy ijodidan namunalar bilan tanishamiz. Ularni g'azal o'qiydigan talaba yoshlarimiz hamda maqom ansamblini ashulalardan bahramand bo'lamiz. Bugun dunyoda 50 milliondan ortiq kishi o'zbek tilida gapirayotgan bo'lsa, mana shu o'zbek tilini nufuzini yuksalishida, o'zbek tilini dunyodagi o'rnida buyuk bobomizning xizmatlarini alohida tahsinlar aytib qayd etishimiz kerak. Navoiygacha ham Koshg'ariy, Yusuf Xosxojib, Ahmad Yugnaki, Yassaviy singari bir qator allomalarimiz turkiy til rivoji uchun bir qator xizmatlar qildilar, lekin Navoiy bobomizni o'sha turkiy til rivojidagi o'rnini hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi. O'sha forsiy til nufuzi yuksalgan saroy muhitida turkiy tilni obro'sini yuksaltirib, unda ham ijod qilish mumkinligini, unda ham nazm yaratish mumkinligini o'zlarini shaxsiy ibrati bilan isbotlab bergan bu alloma Navoiy hazratlari bo'ladilar. Shu ma'noda ham kishini xizmatlarini bir buyuk xizmat sifatida e'tirof etish kerak. Navoiy mana shu tilni yuksaltirishga katta xizmatlar qilib ketdi. Navoiy bobomiz mana shu dunyoda shu omonlikning, tinchlikning ustuvor bo'lishi uchun buyuk xizmatlar qildi. Shu ma'noda ham bobomizning xizmatlarini buyuk deb hisoblasak arziydi. Haqiqatan Alisher Navoiyning daholigini biror bir soha bilan cheklab bo'lmaydi. Hayotimizda nimaiki mavjud bo'lsa, qaysiki soha mavjud bo'ladigan bo'lsa, hamma sohada Alisher Navoiyning xizmatlari nihoyat darajada buyuk. Mana shu hozirgina aytib o'tilyapti. Turkiy til haqidagi gap bu shunchaki gap bo'lgani yo'q Navoiy tomonidan. U juda ham chuqur tadqiq qilingan, o'rganilgan, hatto bir maxsus kitob yaratilgan. Bu Muhokamatul Lug'atayn degan kitob. Bu nima uchun o'sha Muhokamatul Lug'atayn ikkita til muhokamasi deb qo'yilganining sababi bu forsiy til bilan qiyoslangan turkiy tilni yana ham ochiqroq ko'rsatish uchun o'sha qiyos qabul qilingan. Bu yerda faqat fors tili bilan qiyoslab shu bilan cheklangan ekan degan gapga bormaslik kerak. Bu yerda hatto arab tili bilan qiyoslangan o'rinlar ham bor. Shuning uchun bu maxsus bir asar, u juda katta tadqiqotlar qilingan, yana ham bu tadqiqotlar hali tugamaydi. Haqiqatan Hazrat Amir Alisher Navoiyni turkiy til bo'yicha qilgan xizmatlari juda ham ulkan, juda ham bebaho
Buni sabablari menimcha u kishini o'zini ona tiliga bo'lgan cheksiz muhabbati, mehridan kelib chiqqan desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Sababi bir o'rinda bir baytlari bor, aytadilarki, turk surudi birla solib qo'lim, qilsa mado hay tulugum hay tulum. Ya'niki Navoiy o'sha turk surudi bilan, turk alfozi bilan, turkcha so'z bilan demak kuylashni, shu so'zda, shu tilda ijod qilishni o'zini demak faxri, g'ururi va o'zini vazifasi deb bilganlar. Bu haqda o'sha Risola asarida shoh va shoir Sulton Husayn Bayqaro juda yaxshi gaplarni aytadilar. U kishiga ko'ra Hazrat Alisher Navoiy turk tilining o'lgan jasadiga masih anfosi bilan ruhga yurgan. Ya'niki o'z davrida o'sha turk tili judayam demak boshqa tillar oldida, o'sha fors tili yoki boshqa rivojlangan tillar oldida bir qadar hali bir e'tirof etilmagan til sifatida bo'lib turgan jarayonida mana shu tilga qaytadan bir jon bag'ishlab yubordi Navoiy deb Husayn Bayqaro buni e'tirof etyaptilar. Mana shu jihatlar aynan o'sha eslangan Muhokamatul Lug'atayn asarlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Shuning uchun ham bu asarni ilmiy o'rganish ham nafaqat bizni diyorlarda, balki xalqaro miqyosda bundan 150 yil, 200 yil muqaddam jiddiy tarzda boshlab yuborilgan. Masalan, ilk bu ishni boshlagan olimlar o'sha fransuz olimlaridan 1850-51 yillarda Katermer degan bir olim bo'lgan. Mana shu olim aynan Muhokamatul Lug'atayn asarini jiddiy o'rganib, o'sha Navoiyning qilgan ishlarini dastlab ilmiy baholab, Fransiyada mana shu asarni o'sha 1850-yillarda nashr etyapti. Va bu asar demakki Hazrat Alisher Navoiyni turkiy tilni rivoji uchun qilgan eng katta ishlardan biri hisoblanadi. Va mana shu yana bir jihatni eslab o'tish kerak. Davlat tili to'g'risida qabul qilingan maxsus farmonlarni eng birinchilaridan sifatida mana shu Hazrat Alisher Navoiy va Husayn Boyqarolar davrida chiqarilgan davlat tili to'g'risidagi maxsus farmonni ham eslab o'tishga to'g'ri keladi. Va quvonarlisi, bugun ana o'sha xayrli ishlarning davomini o'zimizni zamonimizda, o'zimizni yurtimizda mana ko'rib turibmiz. Hozir ham mana davlat tili to'g'risida mana shunday maxsus farmonlar, maxsus mana shu tilimizga g'amxo'rlik davom etyapti. Bu ham bu Hazrat Navoiydan qolayotgan qadriyatlarni bir munosib davom ettirayotganligimizni menimcha ko'rsatib turadi. Qaro ko'zim kelu mardumliq endi fan qilg'il. Ko'zim qarosida mardum kibi vatan qilg'il. Yuzing guliga ko'ngil ravzasin yasa gulshan. Qading niholig'a jon rishtasin rasan qilg'il. Takovaring'a bag'ir qonidin xino bog'la. Iting'a g'amzada jon rishtasin rasan qilg'il. Firoq tog'ida topilsa tufroqim ey charx. Xamar etib yana ul tog'da ko'hkan qilg'il. Yuzing guliga ko'ngil ravzasin yasa gulshan. Xamar etib yana ul tog'da ko'hkan qilg'il. Navoiy anjumani shavqi jon aro tussang. Aning boshoqlik o'qtin shami anjuman qilg'il. Haqiqatan ham Muhokamatul Lug'atayn asari umuman turkiy tilshunoslik uchun eng buyuk asarlardan bittasi sifatida e'tirof etiladi. Haqiqatan ham turkiy tillarning imkoniyatini, kengligini aynan Muhokamatul Lug'atayn asari misolida ko'rishimiz mumkin. Yuqorida ustozimiz ta'kidlaganlaridek, bu Muhokamatul Lug'atayn faqatgina turkiy va forsiy tillarni qiyosi emas, balki boshqa tillar bilan qiyos bilan birgalikda turkiy tilni imkoniyatlarini nihoyatda kengligi. Masalan, biz juda yaxshi bilamiz, birgina o'sha yig'lamoq fe'lini 100 ga yaqin sinonimlarini, ma'nodoshlarini, o'sha yig'lamoq, ingramoq, singramoq, hoy yig'lamoq va hokazo juda ko'p. Va bularni o'sha omonimlarni birini o'rnida
ikkinchisini qo'llab bo'lmasligi, ya'ni har bir holatga insonni kayfiyati bilan bog'liq bo'lgan har bir holatda o'sha fe'llarni turli shakllarni qo'llanishi alohida ta'kidlab o'tiladi. Yoki boshqa fe'llarni ham umuman turkiy tilni boshqa tillardan ko'ra ustunligi aynan Muhokamatul lug'atayn asarida alohida ochib berilganini ko'rish mumkin. Kecha hajringda tiriklikdin malolim bor edi. Tongga tegiru ayta olmang kimni holim bor edi. Furqating bedodidin yo'q erdi bir soat majol. Bo'lsa dag'i yig'lar erdim to majolim bor edi. Tosh urib ko'ksimga tuproqlar boshimdan sovurib, leki bu vaqti edikim itidolim bor edi. Kelsam o'z holimga nogoh bu malomatlar aro, goh o'zimdan, goh ulusdan irfolim bor edi. Furqating bedodidin yo'q erdi bir soat majol. Bo'lsa dag'i yig'lar erdim to majolim bor edi. Vasli tarkidin agarchi mujrim o'ldim vaqt qachon, hajrini bu navsab erkan xayolim bor edi. Ey Navoiy, furqatim ayyomi mundoq qolmagay, qolmadi chun ulki davroni visolim bor edi. Hammamiz Navoiyni eshitganda masalan g'azallari o'sha ohang, turkiy tilni qanday bir chiroyli jozibasi bilan birga xayolimizda bir tasvir paydo bo'ladi, tasvirlar. Endi tasvirlar o'sha eski kitoblarda rassomlarimiz miniatyura uslubida, bizani masalan hozirgi zamonaviy tasviriy san'atimizda asosiy sharqona kelib chiqishi bu miniatyuradan kelib chiqadi. O'sha miniatyuralarda ishlangan suratlardan biz ularni masalan tasvirlarni ko'rganmiz. Qolaversa Navoiy bobomizni o'zlari ham rasm chizganlar. O'sha zanjirband she'r nimasi saqlanib qolgan, o'shani o'z qo'llari bilan chizganlar, to'g'rimi yo'qmi? Undan tashqari o'sha Navoiy siymosi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, shu Muzahhib qalamiga mansub Navoiydan keyin u ham men o'qib qiziqdim, qachon Navoiy davrlarida chizilgan ekanmi yo keyinroq deb, birozgina keyinroq chizilgan ekan, bir 100 yil atrofida ham 70 yil atrofida. U kishi ko'rmagan bo'lsa ham o'sha Muzahhibni chizgan Navoiy o'sha hassa ushlab turgan, hammamiz mana olimlar asosan juda yaxshi bilasizlar u narsani. Hozir Toshkentda Navoiy muzeyida saqlanadi, turibdi, o'sha nimasi kopiyasi deydi, nimasi. Mana shu obrazlar orqali taniganmizda. Endi qolaversa masalan haykallarni bilamiz. Har bitta viloyatda, qolaversa poytaxtda, Toshkentda Navoiyning haykallari bor. Nafaqat O'zbekistonda, masalan shu bizning haykaltaroshlarimiz O'zbekistonni, menimcha dunyoni bir ko'zga ko'ringan davlati yo'qki Navoiyning haykali bo'lmasa. Mana yurtdoshimiz o'zimizda mana shu haykal, hozir El-yurt tayanch haykali Qarshida joylashgan, bilasizlar. Shuni avtori do'stimiz Ravshan Mirtajiyev rahmatli Misrda, Xitoyda, qolaversa davlat bir 10 dan Moskva, o'sha hamma joyda shu Navoiy bobomizning haykallari qo'yilgan. Bu ham masalan bizning millatimizning g'ururi. Xondamirning Makorim axloq asarida keltirilishicha, Navoiy tomonidan 3000 dan ortiq rabotlar va turli xil inshootlar qurilganligi haqidagi misollar dalil sifatida keltirib o'tilgan. Ulardan biz ixlosiyani olamizmi, xonaqohiya, shifoyin olamizmi, barchasi bunga dalil sifatida misol keltirib o'tilgan. Hattoki o'sha ixlosiya madrasasi yonida bir mudarris, ya'ni Burxoniddin Alovuddinga atab bir uy-joy qurib berganligi ham u kishining bir katta karam sohibi ekanligidan dalolat beradi. Yoki Mavlona Shahobiddinga atab egarlangan jabduqli otlar bilan unga in'om etilganligi, yoki xalqning boshiga katta bir soliqlar solinganda aynan Navoiy xalqni o'ylagan holatda o'zining bor mulki bisotlaridan xalqqa atab soliqlar berganligi ham adabiyotlarda qayd etib o'tilgan. Yoki aynan Navoiy hazratlarining o'zlari tomonidan yozilgan Hayratul Abror asarida bir karam bobi keltirilganki, unda ham bir Hotamitoy hikoyasida
bir hikoya keltiriladi. Hotamitoy bir to'y bazm qilib, barchani yig'gan payti qani mani bazmimdan kim bir bebahra holatda qolgan ekan deb qarab yurganlarida bir o'tinchi cholni ko'radilar va o'tinchi cholga sen Hotamitoyni xizmatiga bormadingmi degan payti, ya'ni bazmiga bormadingmi degan paytda menga o'zimning qattiq nonim ma'qul, minnatli oshdan ko'ra yoki birovning bir yog'li ovqatidan ko'ra o'zim mehnat qilib peshona terim bilan topgan bir qattiq nonim a'lodir aytib o'tganlar. Hayratul Abrorda bir baytlari keltirilganki, odamiy ersang demagil odamiy, onikim yo'q xalq g'ami, din g'ami. Doimo demak sen odam bo'lmoqchimisan? Albatta, elning g'ami bilan, tashvishi bilan elga katta xizmat qilib yashagin deb uqtirib o'tmoqchilar. Kecha kelgumdir debon ul sarvi gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza lahza chiqdim-u chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga-yu ul sho'xi badxo kelmadi. Alisher Navoiyning o'zini Xondamir ta'kidlagandek makorimul axloqi, ya'ni bir juda go'zal xulqi, karamli xulqi bo'lganki, bu juda bir hammaga ma'qul, hammaga ibrat bo'ladigan bir xulqi bo'lganki, buni qayerdan bilishimiz mumkin? Bu Alisher Navoiyning o'zini o'sha mahbubul qulub degan, ya'ni qalblarning sevgani, sevimlisi degan ma'nodagi bir asari bor. Mana shunda Navoiy o'zini axloq kodekslarini yaratgan. Qanaqa qilib inson komillikka yetadi? Bunda qaysi kasbda tursa qanday bo'lishi kerak? Va hokazo hamma jihatlarini ochib bergan. Shu Mahbubul Qulub asarida bir o'rinda aytib o'tadilarki, gahi topdim falakdan notavonlik, gahi ko'rdim zamondan komironlik. Basi issiq, sovuq ko'rdim zamonda, basi achchiq, chuchuk totdim jahonda. Ya'ni bu o'ziga xos u kishini hayotini qisqa, lo'nda bir ifodasi deyishimiz mumkin. Va mana shu hayotlari davomida ko'rgan, kechirganlari, butun hayot davomida chiqargan xulosalari aynan Mahbubul Qulub asarida o'z aksini topganligini ko'ramiz. Endi asarning o'zi 3 qismdan iborat va birinchi qismi nomlanadi haloyiq ahvol va af'ol va aqvolining kayfiyat, ya'ni haloyiqning ahvoli, fe'l atvori, gap so'zlarning kayfiyati haqida. Va bu 40 ta fasldan iborat. Bu yerda ijtimoiy hayotdagi turli tabaqalar haqida batafsil ma'lumot berib o'tiladi. Bu yerda o'sha tijorat ahli, munajjimlar, dehqonlar, navkarlar, shayxlar va shu kabi 40 ga yaqin toifa haqida ma'lumot beriladi va ularni har birini o'sha ijobiy xislatlar, fazilatlari va ularga xos bo'lgan illatlar haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tiladi.
otani har kishi og'zida mazkurulmasin. Otani har kishi og'zida mazkurulmasin. Canıma bir dağ zulmün ya Rabbul mevdar kıyıl. Kim benim aşığım hiç kimge mağdur olmasın. Pandilek könlüm uyun kıyılma imaret ey Rafiq. Bizni buzdi her güzül ya Rabbi mamur olmasın. Bizni buzdi her güzül ya Rabbi mamur olmasın. Keçeler gül çeker müşkadar diyen tan yeli. Vakıfın halimne yitir çağda memur olmasın. Yar vasliye kılandım kaldı köyden beni. Ey Navai her kişi devletke mamur olmasın. Yar vasliye kılandım kaldı köyden beni. Ey Navai her kişi devletke mamur olmasın. Albatta Alisher Navoiy ijodini o'rganish nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda bundan bir necha asr muqaddam boshlangan. Masalan, 1697-yilda Fransiyada Sharq kutubxonasi degan katta ensiklopediya chiqqan. Shunda Alisher Navoiy haqida, hayoti va ijodi haqida maqola e'lon qilingan. Bundan tashqari o'sha Bloshe, Belen, Bua degan olimlar yoki Bartel, Bertels kabi yoki Ogoh Sirri Levent kabi dunyoni turli mamlakatlarida Alisher Navoiyni olimlar chuqur tadqiq qilib o'rganishgan. Endi savol tug'iladiki, nima uchun Alisher Navoiyga bunchalik murojaat qilindi? Uning asarlaridan nima qidirildi? Nimaga butun dunyoni olimlarini e'tiborini qaratyapti degan haqli savol paydo bo'ladi. Mana shu jihatlarga e'tibor qaratsak, birinchi o'rinda javob shunday bo'ladiki,
Alisher Navoiyning juda katta insonshunos ekanligi bilan bog'lash mumkin bu masalani. Sababi mana falsafada inson falsafasi degan yo'nalish bor. Bu yo'nalishni tadqiqot obyekti o'sha inson kim, uni bu olamda vazifalari qanday, u qayerdan kelgan va qayerga ketadi degan o'sha abadiy savollar bu sohani demak masalalari hisoblanadi. Mana shu masalalarning barchasiga Alisher Navoiy ijodidan javob topish mumkin. Masalan, inson kim degan savolga Navoiyning bir baytlari javob beradi. Jilvai husningga chu yo'q erdi had, ko'zgu kerak bo'ldi sanga beadad. Ya'niki, ey Tangrim, sani husning jilvasiga had yo'q erdi, chegara yo'q edi. Va bu husningni jilva qildirish uchun, akslantirish uchun senga ko'zgu kerak bo'ldi va bu ko'zgu sifatida butun insoniyatni va insonning ko'nglini yaratding degan javobni Navoiy beradilar. Yoki mana shu insonga tegishli bo'lgan umuman bu demak ishq falsafasi, demak bu universal falsafa. Mana shu ishq haqida Navoiy juda maromiga yetkazib kuylaganliklarini ham aytish mumkin. Mana bir baytda aytyaptilarki, ki inson ko'nglini etding gulshani ishq, bu gulshanning harimin mahzani ishq. Ya'ni insonni ko'nglini ishq gulshani qilib yaratding va bu gulshanni bir xazinasi qilib mana shu ishqni insonni ko'ngliga joylab qo'yding deb aytyaptilar. Yana bir masala bor falsafada, buni vujud falsafasi, borliq falsafasi deydi, buni ontologiya deb ham aytadi. Va bu yo'nalishni mohiyati, maqsadi shundaki, bu borliq nima, olam nima uchun yaratilgan degan savollarga javob qidiradi. Hazrat Alisher Navoiy mana shu savollarni barchasiga o'z ijodida javob berib qo'ygan. Masalan, aytyaptilarki, o'zi naqshu, o'zi manqushu naqqosh, kishi bu sirni mendek qilmadi fosh. Ya'ni bu borliq ham Haq taolo tomonidan yaratilgan mavjudlik va bu naqsh beruvchi ham, naqsh bilan bezalgan ham va naqqosh ham uning o'zidir degan masala bilan javob beryaptilar. Yoki borliq falsafasida mana shu vaqt degan tushuncha bor. Vaqt nima, zamon nima degan juda katta savol qo'yadi va javob izlaydi bunga. Va bunga ham Navoiy javob beryaptilarki, vaqt haqida moziyu mustaqbal ahvolin takallum aylakam, ne uchunki dam budamdur, dam budamdur, dam budam. Demak, mozi haqida, mustaqbal ya'ni kelajak haqida kamroq gapir. Va vaqt, zamon bu ayni vaqtdir. Ayni mana shu ondir. Bu haqda ko'proq tafakkur qilish kerak, o'ylash kerak deyaptilar. Yoki yana bir o'rinda avval o'zing, oxiri mobayn o'zing, barchaga xoliq, bariga ayn o'zing deb vaqtni o'sha bu Haq taoloning bir sirlaridan, ismlaridan biri ekanligini ham uqtirib o'tib ketyaptilar Hazrat Navoiy. Mana bu masalalar demak Alisher Navoiyning o'ta katta mutafakkir, faylasuf, insonshunos ekanligini ko'rsatadi. Ko'rgali husning nizoru mubtalo bo'ldim sanga. Ne baloliq kun edikim, oshino bo'ldim sanga. Har necha dedimki kun kundin uzay sendin ko'ngil. Vahki kun kundin batarrak mubtalo bo'ldim sanga. Men qachon dedim vafo qilg'ilmanga, zulm aylading. Sen qachon deding fido bo'lg'ilmanga, bo'ldim sanga. Qay pari paykarga dersen, telba bo'lding bu sifat. Ey pari paykarni qilsang qilmanga, bo'ldim sanga. Ey ko'ngil tariki nasihat, ayladim ovvora bo'l. 100 balo yetmaski men ham bir balo bo'ldim sanga. Jomi jam birla Xizr
suyi nasibimdir mudom. Soqiyo to tarkijoh aylab gado bo'ldim senga. G'ussa changidin navoe topmadim ushoq aro. To navoiydek asiru benavo bo'ldim senga. Alisher Navoiy aynan Majolisun Nafois asarida yuzlab o'sha o'zini davrida yashagan ijodkorlar haqida qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Bir jihatiga e'tibor qilish kerak, Navoiyni davrida mumtoz adabiyot, hatto kosib tomonidan ham yaxshi anglangan. Navoiy Majolisun Nafoisda keltirgan ijodkorlar, bir necha ijodkorlar o'sha oddiy kosibdan tortib hukmdorgacha o'sha badiiy ijodga, nazmga katta bir mayl ko'rsatganligini ta'riflab o'tadilar. Xususan Majolisun Nafoisning 7-majlisi aynan Sohibqiron Amir Temur va Temuriylarga bag'ishlanadi. U bejizga emas. Umuman Alisher Navoiy o'zining 5 ta asarning 8 o'rnida aynan Sohibqiron Amir Temur hazratlariga bo'lgan cheksiz ehtiromini bayon qilib o'tadi. Shu ma'noda Sohibqiron Amir Temur ga alohida va uning avlodlariga alohida bir bob bag'ishlanishi, alohida bir majlis bag'ishlanishi ham bejizga emas. O'sha avvalo Amir Temur hazratlarini o'sha nazmga katta mayl ko'rsatganlarini alohida ta'kidlaydilar Hazrat Alisher Navoiy. Uning bir bayt o'qig'oni ming bayt aytqoncha bor degan jumlalarni ta'riflarini keltiradilar. Ya'niki bittagina baytni chiroyli qilib o'qiganlari ming baytni yozgandan, bitgandan afzal ekanligini ta'riflab o'tadilar. Mehr ko'p ko'rgizdim ammo mehriboni topmadim. Jonbasi qildim fido, oromi joni topmadim. G'am bila jonimga yetdim, g'amgusori ko'rmadim. Hajr ila dil xasta bo'ldim, dilistoni topmadim. Ishqaro 100 ming malomat o'qiga bo'ldim nishon. Bir kamona biroda tuzluq tin nishoni topmadim. Ko'nglim ichra sarv o'qtur g'uncha paykon gul tikan. Dahr bog'i ichra mundoq gulstoni topmadim. Husn mulki ichra sendek shoh zolim ko'rmadim. Ishq kuyida o'zimdek notavoni topmadim. Ko'p o'qidim vomiqu Farhod Majnun qissasin. O'z ishimdan bul ajibroq dostoni topmadim. Ul armon ichida bo'lsin ey Navoiy garchi men bir zamon ishqida mehnatdan amoni topmadim. Shu yerda bir g'azal borki, bizdan sharsharaday boshlanadigan. Parkand aylangiz. Ulpari ko'yida men devonani band aylangiz. Bandim zulfi zanjiriga payvand aylangiz. Xalq tarki ishqi aylarga meni dilxastani o'ltirib olam eliga mujibi pand aylangiz. Telba ko'nglim topsangiz ey yor ko'y itlari to'sh-to'shiydin tishlabon parkand aylangiz. Bodai ishq asri mast etmish meni ey do'stlar, jomima afyun ezib birdam xiratmand aylangiz. Yig'lasam achchiq malul o'lmoq nedir ey xo'blar, hazil uchun siz ham boqib birdam shakarxand aylangiz. Ishq bahrida dur vasl istamang ey ahli dard, ko'nglingiz ul naqdi yodi birla xursand aylangiz. Qilsangiz tasvir Layli husnin ul oydek chizing, lek Majnunni Navoiy birla monand aylangiz. Endi mana shu g'azalni men qanday tushunyapman o'zimni tilim bo'yicha? Men oshiq. Men bir oshiqman deyapti Navoiy. Parkand aylangan. Boyagi men mastman boyagi oshiqligimdan. Mani jomimga afyun ezingda menga sanmassan demang. Menga afyun bering, men yana mast bo'lay, shunday oshiq bo'lay deyapti. Yo'q bo'lmasa, deyapti, meni tushunmayotgan odamlar, xo'blar deyapti. Yolg'ondan bo'lsa ham meni holimga bir shakarxand bo'lib kulib qo'yinglar deyapti. Eng kulminatsion eng joyi buki, ish bahrida dur vasl istamang ey ahli dard, ko'nglingiz ul naqdi yodi birla xursand aylangiz deyapti. Shu Xudoimni o'zi sizni ko'nglingizga shuni solgani bilan xursand bo'ling deyapti. Eng katta baxtingiz shu deyapti.
tushunyapsizmi? Juda katta falsafa bu yerda. Oxirida aytibdi, bir narsa ishni qilmoqchi qilsangiz tasvir Layli husnun ul oydek chizing. Bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz chala qilmang uni. Laylini chizmoqchimisiz, oydek bo'lsin. Oxir o'zlarini ham aytgan u kishi, oshiqlik chizmoqchi bo'lsang mana mendan chiz. Koşarsın mı diyen Közüye karasın mı diyen Koşarsın mı diyen Közüye karasın mı diyen Köngülüme harbi yerini derdi balasın mı diyen Köngülüme harbi yerini derdi balasın mı diyen Gözü kahrın mı diyen Kibri zahrın mı diyen Bu küdüret orarı sari safasın mı diyen Bu küdüret orarı sari safasın mı diyen İşkıda hardın mı diyen Hacrı nabardın mı diyen Bu katil dertler araya vasli davasın mı diyen Bu katil dertler araya vasli davasın mı diyen Çarhıra
dahrushkan cimodiyim canıma harbiyerning cabru cefasin mudine yar yar ey. İnayet di makam